Bu video uchun Anna qoyimdan kalta yeyman. Manoyim bir kunda bir mahal ovqatlanadilar. Shu bilan qornilari ochganda har doim kofe ichiradilar. Hozir ularga latte tayyorlaymiz. Shuncha sut solamiz. Sut isigunicha ichiga soladigan kofesini tayyorlab turaman. Bitta kichkina qoshiq to'la kofe solaman. Bitta qoshiq solaman. Sut isidi. Hozir buni ko'pirtiramiz. Aytgancha men sizlarga barista bo'lib ishlaganimni aytib berganmidim. Mana shunaqa o'chirog'iga chiqarib yaxshilab ko'pirtiramiz. Moment istini deydi-yu. Bo'ldi. Endi oyimni chaqirib kelib kofelarni ichib olsinlar. Ha, aytgancha, diyeta tutishlarini kimdirga aytib berganimni yomon ko'radilar. Shuning uchun kaltalaydilar bu video uchun.